Do'stlar, assalomu alaykum. Xo'p, Samarqandda bugun yana bir navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Bu yerga fasad qismlariga eron g'ishtlardan teryapti. Bugun g'ishtlar haqida ma'lumot beraman, terishi narxlari haqida ma'lumot beraman. Xo'p, videoni ko'rishdan oldin albatta bitta layklardan, to'liq ma'lumot esa bizdan. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz agar yangi fasad g'ishtlari narxlari haqida bizlar обязательно aytib boramiz. Xo'p, azizlar, bugungi obyektimiz Samarqand shahriga joylashgan, Seliski tomonga ko'rib turganingizdek fasadlariga original eron g'ishtdan teryapti bolalar. Bu tomon qismlari bo'lgan va narigi tomonlarga hozir bolalar teryapti. Xo'p, g'ishtlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, g'ishtlarimiz razmeri 5,5 ga 20, balandligi 5,5, uzunligi 20, qalinligi 2 sm bu g'ishtimizning. Mana bu dog'lariga e'tibor bermaysiz, bu orqasi rastvor zalivat bo'ladi. Rastvor zalivat bo'lgandan keyin g'isht o'ziga shimib olib, bir marta shu g'isht nam holaga turibdi. Bitta quyoshni ko'rgandan keyin polni g'ishtlar hammasi quriydi va bir xil holatga, rangi bir xil bo'lib qoladi. Xo'p, sizlarga beradigan savollar. Devorning orqasini nima qilsak degandaga hozir u tomonga javob beraman. Keyin yana bitta deraza eshiklarini atrofiga nima qilsak deydi. Samarqandga bilasizlar, mana shunaqa traventin toshlar modaga chiqqan hozir. Hamma joyga shunaqa traventin tosh. Bu yerga ham xuddi shunaqa deraza eshiklar atrofini, mana bu darvozani atrofini polni traventin tosh qilgan akamiz va qolgan joylarga esa bolalar eron g'ishtlaridan teryapti. Ko'rib turganingizdek, mana bu plastir ham polni traventin tosh bo'lgan. Pastlariga esa qora kafeldan chiroyli qilib terib, ana shu nimalari bilan shapkachalar qilib, ustiga yana ozgina 5 sm pastiga ham nima qilib qo'ygan, chiroyli chiqish uchun ko'rib turganingizdek, va qolgan joylar esa polni mana shu eron g'ishtlaridan bo'lyapti. Xo'p, g'ishtlarimizning narxiga keladigan bo'lsak, bu yerga ko'rib turganingizdek, uglovoy elementlar umuman ishlatilmagan. Bu obyektimizga xo'p. Xo'p, mana bu g'ishtimiz razmeri 5,5 ga 20, 1 kvadratga 85 ta ketadi. Hozir kundagi narxi bir donasi 1450 so'm. 1 kvadratga 85 ta ketadi. Ustobo, assalomu alaykum. Qanday, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ustobo, endi mana bu ko'pchilik bizlarga savol beradi. Aka, bu g'ishtlar qanday teriladi? Keyin narxi qanaqa? Kvadratga terasizlarmi, donaga terasizlarmi? Shu haqida bir ozgina ma'lumotingizni olsam. Men bu tomondan o'tib olaman. Assalomu alaykum aka-ukalar. Bu orqasi qizil rek bilan to'ldiradi. Mana bunaqa kafellik kile bilan teriladi bu terilishi. Aha. Xo'p, mana bu do'stlar qaranglar, g'isht 2 sm, ko'pchilik ustalar buni terib bo'lmaydi u bu deydi, lekin chotki teriladi. Terilish holati mana bu kafelni kilayni bitta ustoba ko'rsating, kafelni kilayni olasizlar. Mana shu holatga mana. Tamam. Teriladi. Tergandan keyin g'ishtning orqasiga 3 sm, 4 sm joy bo'ladi, zazor bo'ladi. O'shanga mana bunaqa dubl mexlar qo'yib, setkalar nima qiladi. Bu mana bunaqa katta setka ham bor. Bu nima uchun? Siyaska berish uchun devorga va orqasi esa beton zalivat bo'ladi. Ya'ni qizil qum bilan sement aralashmasi orqasi polni to'ldirilib chiqadi mana shuni. Bu esa toshdek qotib qoladi keyin. Keyin ba'zi joylarga, eski hovlilarga yorilish bo'ladi, treshinli. Aha. Mana buni обязательно qilish kerak. Endi обвесовка uchun. Aha. Sal bunga yordam beradi, yorilmas. Ya'ni orqasi beton zalivat bo'lgandan keyin mana shu setka bilan treshini holati kamayadi. Ha. Treshini oldini oladi-da keyinchalik. Yaxshi, mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa devor tanlamaydi. Bu g'ishtimiz qanaqa devor bo'lsa ham, xom g'isht bo'lsa ham, loy g'isht bo'lsa ham bo'laveradi-ya, usta bu? Ha, bo'laveradi. Farq qilmaydi. Farq qilmaydi. Mana shunaqa nimalarni qoqib, dublni qoqib, setka tortib, luboyga ursa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, azizlar, mana shu obyektga ham mana shunaqa orqasi menimcha eski shkaturka bo'lgan, bolalar uni qirib tashlagan. Endi hozir polni g'isht bilan teryapti. G'ishtdan. Mana bu tomonlar ham. Endi devorning ish qilganda mana bu ko'pincha mana bu golli qilsak yaxshiroqda. Ha. Nima eski rangvorlar bo'lsa tushirish kerak. Ha. Qirib tashab, mana shu g'isht holatga chiqsa, mana bunaqa nimalari bilan beton yaxshi yopishadi, to'g'rimi? Chotki bo'ladi. Rahmat. Xo'p, azizlar, ko'rib turganingizdek, mana shu obyekt haqida ozgina sizlarga ma'lumot berdim. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Albatta javob beramiz. Pastga raqamlar qo'yaman. Kimga mana shunaqa eron g'ishtlarimizdan kerak bo'lsa agar
bizga murojaat qilsangiz agar g'ishtlarni O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Yetkazib berish alohida bo'ladi. Xo'p, ustalar masalaga keladigan bo'lsak, Samarqandda usta topib bersak bo'ladi. Chunki Samarqandda ba'zi ustalar bor, lekin boshqa viloyatlarga uni ham harakatini qilamiz. Lekin ko'p o'zi hamma viloyatga usta bo'ladi, g'isht teradigan. Buni o'zi ko'pchilik o'zi biladi qanday terishligini. Shuning uchun usta topib bemalol g'ishtni bizlardan olsangiz bo'ladi. Do'stlar, kanalga обязательно obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'yish eslaringizdan chiqaramiz. Rahmat.